Assalomu alaykum gul shaydolari, gul ishqibozlari. Videolarimiz davom etamiz. Orada ancha tanaffus bo'lib qoldi, chunki orada golland gullarim kelmadi. Hozir gul ko'chiradigan vaqt emas, shuning uchun gul ko'chirishlar ham bo'lmadi. Golland gullarim keldi va yana bir ikkita gullarimni ko'chirib o'tkazishim kerak, chunki gul oluvdim, grunti to'kilib keldi. Shuni hisobiga bir ikkita videolar olishim kerak. Shuning uchun hozir mana shu yerdagi umumiy gullarimni bir ko'rsatib o'tib ketaman-da, keyin yana video olaman. Shuning uchun bir yo'l olib ketay deb hozir uydagi bor gullarni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerda eng zo'ri Jacqueline. Mana Jacqueline qanaqa chiroyli o'syapti. Bu gollandniki, o'zimda bitta qolgan alokaziya Jacqueline. O'zini tuprog'ida turibdi, hali fitil qilganim yo'q. Fitil qilganlarim o'zimga deb nechta fitil qildim, hammasi sotilib ketdi, sotib yuboraman kimdir so'rasa. Shuning uchun hozircha bitta turibdi. Demak, bu alokaziya Jacqueline gulim. Clerodendron Thompson mashada monsteralarni orqasida qolib ketgan, mana soyada qolib ketdi. Men bu tomon ozgina xlorozga chalindi. Hali jeleza berishim kerak, lekin hali bera olganim yo'q. Monstera tayski shunaqangi tez o'syapti, shunaqangi chiroyli o'syapti. Hozir men gullarim umumiy obzor qilgandan keyin monsteralar, philodendronlar haqida video qilaman, o'sha paytda ko'rsatib o'tib ketaman. Demak, bu yerda o'zimni gullarim, sotiladigan gullar hammasi aralash. Bu yerda mana avvalgi safar videoda ko'rgansizlar, Hoya multiflora gullab tugadi bu. Mana gullarning joyi. Tepa qismida barglar to'kilganida kesib qo'ydim. Shoxlasin, chiroyli bo'lib o'ssin deb, mana shoxlab chiroyli bo'lyapti. Demak, bu yerda yana noyob gullarimizdan biri bu mana Clerodendron ugandiyskiy. Uzun bo'lib o'sib ketganida taq qismini cherinka qildimda, boyaga shoxlaydi dedim, ikkita shox chiqargan, lekin buni ham bittasi uzun bo'lib o'sib ketyapti. O'zi bu shunaqa, xarakteri shunday buning. Uzun bo'lib o'sib ketadi. Mana shunaqa Clerodendron ugandiyskiy yoki Clerodendron blue butterfly ham deyiladi, chunki xuddi kapalakka o'xshab juda chiroyli gullaydi. Guli kapalakka o'xshaydi hamda och ko'k rangda bo'ladi. Shuning uchun shunaqa nomlangan bo'lsa kerak. Demak, mana shunaqa gullarimiz bor. Yaxshi o'syapti gullar hammasi, issiqda ozgina qiynalyapti. Lekin baribir qiynalgani bilan ham yaxshi. Mana bunaqa nimalarimiz bor edi. Antirum Yellow Champion mana. Buni fitilga ekib qo'ydim. Fitilga ekkanimdan keyin ancha peshni bo'lib, mana bunaqa yangi barglar chiqarib, chiroyli bo'lib qolgan bular ham. Gullarimga hali kechqurun suv sepganim yo'q. Kechki suvni sepganim yo'q. Shuning uchun juda yaltirab ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Hozir men sizlarga asosan Gollandiyadan kelgan gullarimni ko'rsatib o'tib ketaman. Demak, Gollandiyadan mana bir pachka nima keldi? Chlorophytum boni. Kim bu gulni tanisa, Chlorophytum boni deyiladi yoki Chlorophytum jingalakam deyiladi. Mana bir-birlariga mana shunaqa kirib ketgani uchun sug'urib olayotganda, mana bu pachkasidan olayotganda mana barglarga ziyon yetibdi. O'zi ahvoli juda zo'r ahvolda. Mana boni, Chlorophytum qudrativi ham deyiladi, juda go'zal. Mana bu hali kichkina detkasi, katta bo'lsa juda ham chiroyli bo'ladi. Kim mana shunaqa gullarga qiziqsa, jingalakcha. Mana yashil burchak Telegram gruppam ham bor, Telegram kanalim ham bor. Hozir pastda fikrlarda nimasini havolasini qoldirib o'tib ketaman. O'sha yerdan qo'shilib olsalaringiz bo'ladi. Sotuvda bor bu gullardan. Mana Chlorophytum boni. Mana shunaqa. Ba'zilari juda chiroyli o'sgan, bir pachka bor. Shundan kimga kerak bo'lsa, olingizlar. Keyin bizda yana bitta antiqa gul keldi. Mana kim taniydi bu gulni? Mana. O'zi sheflera bu. Sheflera, lekin biz nima qilib hozir sheflera nimadir esimda yo'q, lekin oddiy qilib dizikadeka desak bo'ladi. Sheflera dizikadekada bizning nom tilimizda endi mana. Mana shunaqa mitcha bir go'zal gul kelgan. Umuman stressga tushmagan. Mana bu guldan avval o'stirmaganman. Birinchi marta aytishim, Gollanddan zakaz berishim, o'zim rosa qo'rqdim. Agar injiq bo'lsa, hamma barglari to'kilib kelsa nima qilaman deb. Chunki men o'zim Xitoy roza aytganman. Kelgandan keyin bitta ham bargi qolmay to'kib tashlagan, shunaqa bo'lganda men qo'rqdim. Daraxtsimon gul bo'lgani uchun xuddi shunaqa bo'ladi, lekin bironta bargi ham to'kilgan yo'q. Mana
shunaqangi yangi barglar chiqarib, uyga kelgandan keyin ham bironta bargini to'kkan yo'q. Chunki Sheflera Amate olib keltirdim, Sheflera Milani, Sheflera Janini, Sheflera Charlotta, juda ko'p turdagi Shefleralar olib keldim. Ayniqsa Sheflera Milani, Sheflera Janini bargini juda ko'p to'kkanda, lekin bu to'kmadi. Bu ham Sheflera, faqat dizigadega deyiladi mana. Menga qiziq bo'lgan tarafi, hozir ko'rinyaptimi yo'qmi mana. Bargini orqa tarafi emas, mana bu bargini tanachasi bor-ku, shu yer xuddi ilonni terisiga o'xshagan ekan. Mana shunaqa. Mana ko'rinyaptimi? Mana xuddi ilonni terisiga o'xshab turadi. Juda bir antiqa mana. Bu ham sotuvda bor, kimga kerak bo'lsa, o'ta ajoyib gullardan biri. O'zimga ham juda yoqdi. O'zimga ham bittasini o'stirmoqchiman. Qolgani sotuvda 18 ta bor bundan. Nechtasi ham sotilgan bilmadim. Qolgani qolgan mana. Juda ham go'zal. Tanasi undan go'zal. Men bu bargini mana bu yeri bundan ham go'zal. Ilonchaga o'xshaydi. Bargi bilan nimasi. Tanasining o'rtasida shoxchasi bo'ladi o'sha. Ilonchaga o'xshaydi. Ham bo'g'mi deymizmi, nima deymiz mana. Juda ham go'zal gul. O'zimga ham juda yoqdi mana shu gul. Xullas, dizigadega. Bu varigatnisi ham bor. Bu varigatni emas, xuddi qora shahzodaga o'xshagan rangi, qoraroq rangda. Mana shunaqa. Demak, bizda yana nima bor? Bizda mana bu yerda nima bor? Hozir ko'rsataman. Mana yerda nimani yorug'i tushyapti. Teplechkamda yorug'i tushyapti. Demak, shuning uchun bu tomonga ola qolay. Bizda bor Epiperimum Marble Planet yoki Monstera nima ham deyiladi. Ba'zilar ikkita narsa deyiladi, lekin men ikkovi bitta narsa deb o'ylayman, yana bilmadim. Xullas, Epiperimum Marble Planet shunaqangi go'zal kelgan, tuvaklarni artganim yo'q hali. Demak, mana shunaqa sotuvda mana shunaqa gullar bor. Mana Gollanddan kelgan, o'ta go'zal holatda mana. Bir-birida chiroyli holatda kelgan. Mana shunaqa bo'lib, faqat u tomonga nimani teplechkani yorug'i tushyapti, mana. Mana shunaqa bo'lib Epiperimum Marble Planet. Mana shunaqa gulimiz bor. Bizda yana bor. Avvalgi safar ham sotganmiz, juda ko'p marta olib keltirdik va juda ko'pchilik oldi va hammani fikri bitta. Umuman injiqmas ekan, o'lib qolmas ekan, o'ta tez o'sar ekan, olishga arziydigan gul ekan, hamda chiroyli ekan degan gullardan biri bu Spatifilum Diamond Variegat. Mana bu safar kichkinarog'i keldi. Avvalgi safar videoda ko'rgansizlar, katta bo'lardi. Bu sal kichkinaroq. Hamda narxi ham unga nisbatan arzonroq. Mana shunaqa bo'ladi, variegati. Bargi ham mayin bo'lmaydi. Barglari qandaydir nima g'adir-budur bo'ladi. G'adir-budur deymiz-da endi. Mana shunaqa. Mana shunaqa gulimiz bor. Bu ham sotuvda bor, Gollanddan kelgan. O'ta go'zal holatda va shu paytgacha kim olgan bo'lsa, hamma mana shu guldan rahmat aytgan. Rahmat, haqiqatan ham zo'r ekan. Men sipatik olishga olgim kelardi, lekin qo'rqardim, o'lib qoladi deb. Lekin hech narsa qilmadi, juda chiroyli o'sdi degan gullarimizdan biri. Mana shu bilan 3-martami, 4-marta zakaz qilishim. Hammasi mana shunaqa zo'r keladi hamda zo'r sotiladi. Mana shunaqa sipatiklar bor. Suvsasa o'zi mana shunaqa hamma bargini mana shunaqa shalpaytirib oladi. Biror bir idishga, tog'orachaga suv quyamanda, tuvagi bilan solib qo'yaman. Masalan, kechasi solib qo'ysam, ertalabgacha o'zi suvni shimib olib, barglari o'sib, chiroyli bo'lib turadi. Mana. O'zi gullashga kelib qolgan, gullaydi, oq bo'lib, juda ham chiroyli gullaydi. Avvalgi videolarimizda ko'rgansizlar, gullarini guli faqat tagidan chiqib kelmaydi-da, guli bargini orasidan chiqib keladi. Mana bunaqa barg bo'lsa, mana shunaqa barg bo'lsa, mana shu bargini ichidan chiqib keladi gullar. O'ta ham go'zal gullarimizdan biri. Yana bitta gulimiz bor, ismi ham sal nimaroq. Mana Sansevieria. Demak, bu Aubritiana Sayuri deyiladi o'zi nomi. Lekin oddiy qilib metallika desak ham bo'ladi. Juda ham og'ir. Chunki Sanseveriyalar o'zi og'ir bo'ladi, grunti ham ho'l bo'lgani uchun mana shunaqa. Mana. Nima rangda? Seri rangda. Mana bular ham nima deydi? Seriroq rangda.
Mana o'ta go'zal holatda. Mana bundan ham Gollandiyadan kelgan, bundan ham sotuvda bor dekorumdiki. Kusti bilmayman 6 tami 7 tami shunaqa kusti ko'p. Bu Sanseveriyani biz o'zi Sanseveriyada o'rganib qolganmiz-da, lekin Sanseveriyani turi juda ko'p. Mana shu Aubritana turi eng gigant Sanseveriyalardan biri. Bo'yi 1,5-2 metrgacha boradi. 1,5-2 metrgacha. Zo'r, kim o'ta gigant va o'ta chiroyli Sanseveriya xohlasa, mana shu eng zo'r tanlovlardan biri bo'ladi. Sanseveriya juda beyor bo'ladi, bilasizlar. Mana shunaqa Sanseveriyamiz bor, mana. Aniq nimasini bilmoqchi bo'lsalaringiz, mana shunaqa metallika deyiladi. Xuddi metallga o'xshagani uchun bo'lsa kerak-da. Mana orqa tomonlari o'ta ham go'zal holatda. O'zim uchun bir donagina Jade satin, bu stand-upsiz Jade satin aytuvdim. O'ta go'zal holatda keldi, faqat men bu barga albinos bo'lib qolgani uchun shunaqa holatga kelib qopti. Mana barglari. Men bular ham yangi chiqargan barglar, hali unaqa variagati zo'r emas. Mana shunaqa bo'ladi o'zi bargi. Jade satin qimmat sort. Men bunaqa suvga solib qo'ydim. Nimagaki, mana shunaqa tomiri chiqib ketgan ekan. Havo tomiri qurib qoladi-da. Havo tomiri emas, umuman mana shu tomir qurib qoladi. Ochiqda tursa, shuning uchun suvni ichida tursin deb mana shunaqa tagiga stakancha qo'yib qo'ydim. Mana o'ta go'zal holatda kelgan. Bu o'zimniki. Qani endi bir haftalardan keyin tuvaklarni almashtirib, chiroyli qilib oporalar qilib ekamiz. Keyin kuzatamiz qanaqa bo'ladi. Keyin bizda mana shunaqa Philodendron Rio bor. Rio har safar kichkina keladi, lekin bu safar mana shunaqa katta uzun shoxlar chiqargani keldi. Bu juda ham chiroyli. Mana ko'rib turibsizlar. Philodendron Rio. Xuddi Philodendron Brazilga o'xshaydi, lekin unga nisbatan bargi uzunroq va variagati seri bo'ladi. Seri oqish bo'ladi, variagati o'ta go'zal bo'ladi. Agar oporaga qo'yib o'stirsangiz, o'ta go'zal gul bo'ladi. Bu ham arzon gul emas. Shuning uchun har safar olib kelyapmanda bo'linib sotilyapti. Bitta tuvagida 5 ta bo'ladi. 5 ta stakanchaga bo'lib ekib sotyapman. Bu safar ham 2 ta aytganman. 2 ta kelgan mana. Go'zal holatda keldi. Bu safargisi har doimgidan ham katta va uzun keldi. Mana Philodendron Rio degani. Endi men bu barglari sal ochlashib qolgan, o'zi bargi o'ta tiniq va chiroyli bo'ladi golland gullarda. Sanseveriya ham ochlashib qolgan. Men bu Diamond ham sal ochlashib qolgan. Buni sababi bular Gollandiyadan kelgancha korobkani ichida keladi, quyosh ko'rmaydi. Shuning uchun barglari mana shunaqa sal rangini o'zgartirib keladi, sal ochlashgan, sariqlashgan holatda. Shuning uchun yorug' joyga derazani oldiga qo'yib qo'ydim. Nimagaki chiroyli bo'lsin deb. Kimga mana shunaqa golland gullar, noyob gullar, menga o'xshagan, Dizgadegaga o'xshagan yoki Boniga o'xshagan noyob gullar kerak bo'ladigan bo'lsa, meni Yashil burchak Telegram gruppam bor. Hozir pastda nimasini havolasini qoldiraman. Fikrlarda o'sha orqali qo'shilib olsalaringiz, kanalda, gruppada gullarning narxi qancha, kattaligi qancha, parvarishi qanaqa, shu haqda aytib o'tib suhbatlashib boramiz. Rahmat hammaga.